Assalomu alaykum Xorazm kanalına abunachilari. Yaxshimisizlar, kayfiyatli yaxshiman. Tana joylaringiz sog'mi? Obunachilar. Albatta biz kutgan gün geldi. İnşallah Xudo xolasa bugun Jasurbek, ya'ni 1264 ning egalaridan Xudo xolasa sayohat uchun, obunachilarim uchun, hurmatli obunachilar, batafsil ma'lumotlar o'rganamiz. Xudo xolasa birgalikda ko'rib borasizlar. Bismillah. Hormonlar, assalomu alaykum. Sog'misiz? Amanlıkman, selametmisiz? Assalomu alaykum. Selametmisiz, sog'misiz? Ana indi Xudo xolasa obunachilar bilan bir maslahat etmedik biz ham günde eperde. Tamam. 10 chislaga sayohatlaringiz bor dedingiz. Tamam. Endi bu batafsil Xudo xolasa aytib bersangiz. Batafsil. O birden geldiniz ki. Ha bizda da shundingmi? Bizda da kirib kelaveramiz. Şeylerce tabii Hava. çıksın demek. Tabii chiqqani yaxshi annajon. Var, liman tarafı talak demedik, kızlar tarafı yapıp koyarız. Esa Xudo xolasa Jasurbek, Jaydara deb havo. Geldik nasip bo'lsa, obunachilara arzon hem nidadan boradi, necha kun sayohat, batafsil qo'lingizdan kelganicha aytib bersangiz, albatta keyin teyina Xudo xolasa fikr xulosalarini obunachilar qoldiradi. Avvalambor assalomu alaykum Xorazm kanalının obunachiları, ihson severler, musofirda yurgan yurtdoshlarimiz, hammangiz omonmisizlar? Xudo xolasa 10 iyuna sayohat belgilab qo'yibman. Bunda 7 kunlik sayohat Xudo xolasa. Xudodan ham o'zina boraman deb kelibdilar. Dam olingsiz ham bir. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa avvalambor obunachilar albatta bugungi menga ularning videoni teyindagi bo'lgan fikr xulosasi qiziq. Shular nima desa obunachilar ne desa bizda shu bo'ladi. Bo'ldi. Yana mening bo'ladi. Qudrat aka, Xudo xolasa o'zingiz ham borasiz hang. Nasib Xudo xolasa. Akratımızdan olib chiqing. Avam. Endi barash istaginda bo'lgan obunachilar bo'lsa, men shularga yuzlanib o'taman. 10-iyun kuni azonda 8da ketiladi Xudo xolasa. Borib gelish narxini siraz aytib o'tayim, 1 million so'm bo'ladi. Aparbek kelish. Bundan nelar Aparbek kelinadi? 10-iyun kuni chiqib ketsak, Samarqandda 1 kun bo'lamiz. Borib o'rnashamiz. Yo'l charchaqi, sayohatda eng birinchi narsa dam olish, uxlab turib, dushlar qabul qilib, ana ertasi kuni Samarqandga aylanamiz. Samarqanddan nelar aylanamiz? Registon aylanamiz Xudo xolasa. Keyin Bebixonim maqbarasi bor, Islom Karimov qabrlari, birinchi prezidentimiz. Keyin undan gelib, başta Registonni saya salqin daraxtlari teyib, ajoyib dam olamizdan kechroq kvartiraga kelamiz. Endi kvartira qoldirib qoldi. Kvartiraga kelamizdan vejara aramizdan Samarqand City'ye gitamiz. Boqiy shahari. Da fantalla energiyasi boshqacha bir Samarqand her sabah borganimda gitmasam ekan deyman. Shuning uchun Samarqandda 1 kun bo'lamiz. Anasin keyin shu Samarqand City, Boqiy shahar, fantalla aylanib bo'lgandan keyin shu o'zindan Toshkentga chiqib ketiladi. 4 soatlik yo'l Toshkentga. Qarang, persatkalar ham ajoyib aytib qo'yganimizdan xorimidi odam. To'g'ri Toshkent shahri o'zini borib qolamiz. On tarafda Eragasisda gaplashilgan. Eragasisda borib dam olib, ertasi kuni azonda Xudo xolasa Zangiota ziyoratgohina boramiz. Bu yeramiz ziyorat etib chiqib, kelib Toshkent City Mall ochilgan hozir shu yerda obedlanamiz Xudo xolasa. Obedlangandan keyin Toshkent City Mallda yaxshimisilar yigitlar? Alaykum assalom. Toshkent City Mallda obedlangandan keyin şurada Toshkent City'ni aylanamiz, keyin Magic City'ye o'tamiz. Magic City'dan keyin Xudo xolasa Seul Mall o'tamiz. Koreya, kichkina Koreya qurildi-ku Toshkentda. Havo. Anasin keyin yurayam qo'ndan keyin yana shu Eragasisga qaytamiz Xudo xolasa. Eragasisda yana bir kun bo'lamizdan Oqtosh o'tib ketamiz. Havo. Oqtoshga borishda Xudo xolasa Chinorkent, keyin Amirsoya o'tamiz. 2290 metr dengiz sathidan Xudo xolasa. Ana shundan keyin bu yerga chiqib tushgandan keyin havosidan boshqachadan Oqtoshga qaytamiz. Oqtoshda Xudo xolasa 2 kun bo'lamiz shu yerda. Shu kun bilan ertasi kun bo'lamiz. Ana shundan keyin Oqtoshda bo'lgandan keyin quyosh chiqishi, boshqasi hammasini ko'rilib, Xudo xolasa Zominga qaytiladi. Jizzaxa. Havo. Zomindan ham 2 kun bo'lamiz. Zominda shisha ko'prik, keyin
1000 yillik archan teyinde piknik qilamiz şu yerda, plaslara yeyip, ajoyib etib, xudo xolasa. bu. Tog' ustida. Yine obunachilar sizlar xudo xolasa. Ko'payib ketdi bu. Men bilganim aytmadim, bu bundan ham ko'p ekan hozir. Ha. Anasından keyin şu yerda 2 gün kalınadi Zominda. Zominda 2 gün kalıngandan keyin 17 günü azonda, xudo xolasa, uyana qarab qaytamiz. Shunda necha kun bo'ladi ekan o'pshi dam olish? 7 kun bo'ladi. O'pshi dam olish 6 gün bo'ladi, 7 kunda uyana qaytamiz. Gelishda Buxoroning parnikini ham berib kelamiz. Shubotda. O, yine obunachilar. Bir de bilasizlar, men dek reklama qilmayman. Bu narsa hurmatli obunachilar sizlar uchun 1 million so'm pul bilan 7 gün sayohat qilasizlar. 500 ming so'm barg'anlaringiz bir atala 500 ming so'm kelganlaringiz. Yana shuncha joy. Yana shuncha joy. Zo'r qo'yibsizlar lekin. Hozir 1 million ichida yeb ichara, men taqdiralam shuni ichida nima bo'ladi obunachilar. Ha. Yo'q, shunda ma'lumot berib o'taman. Endi gasitsa, yeb ichara yalnız olib chiqasalar. Sizni yo'l kirangizga qapar bekkaningiz 1 million. Bekkanimiz ava. Shunda endi kvartiralarga gaplashamiz, aytamiz. Kvartiralara o'rtacha hisobda $100 ketib boradi. O'pshi. O'pshi, ava. Endi Jasuraga shu o'rinda yana bir guring. Mening obunachilarimga yana ozgina qaytmasangiz bo'lmaydi. Xorazm kanali, Arzon-ku. Xorazm kanali 1.50 so'm 50 so'm qaytib berasiz Xorazm kanali uchun. 950 ting, hech 10 odam bo'lsa 950 etasiz. Ko'pchilikga qilib bo'lmasa kerak, xudo endi arzon ko'pmiz. Yaxshi 950 ga qo'ydik. 10 dona obunachimiz bor faqat. 10 donasini. 10 dona. Yine obunachilar men ham qo'limdan kelgancha yana 500 so'm yana skidka qilib berdim. Albatta Jasurbek o'zi shuningdek arzon qo'yib qo'yibdilar. Obunachilar o'zlaringiz ham fikr xulosa qilishlaringiz ham mumkin. Shuncha joy aytdingiz, necha joy aytdingiz? Samarqand, Toshkent, Oqtosh, Zomin 4 joy, Buxoro bilan 5 joy bo'ldi. Shundan ham, bundan ham 10 dona odamga skid ketdingiz. 50 so'mdan. Xorazm kanali. Yine Xorazm kanalına yine obunachilar. Şu albatta şu inson ham ihson qildilar shu, xudo xolasa bo'lajak namiz. Allah razı olsun. Endi shunda sizning olib borib ikkaladan yo'l pulingiz. Qolaversa premiumni o'rtacha necha so'm ketar 7 kunga? Yeb icheringiz, kvartira, boshqasi. Ajoyib, dam olib kelaman desalar, mana kanatkalar, Zomin kanatkalarni minaman desalar, masalan, yaxshi bir chiqqan vaqtda olib kelaman 3 million pul yetadi. Aqib qoladi deng. Yine obunachilar xudo xolasa, Jasurbek bilan qolgan narsalari xudo xolasa ma'lumotlari so'rayverasizlar. Albatta ekranlarda telefon raqamlari qoldiramiz hurmatli obunachilar. Bu yigiti Xolidon jihatim, bu yigit ham biza bilan xudo xolasa har doim ihsonda bu yigit. Alloh razı olsun bu yigitdan. Albatta bu yigitni duo qilib qo'yasizlar, nasib bo'lsa, bemalol shu ekranda qo'ygan aytib ham qoldiramiz, yozib ham qoldiramiz. Bemalol sayohatga ketchaklar. 77lik 055 12 64 degan nomeri Telegram, WhatsApp ham bor. Yana musofir turganlar. Ko'p odam chiqimiz, ko'p odam boshlab bo'lmaydi. Shu 20 odam bo'lsak bo'ladi. 20 odam. Ha, 20 odam maza qilib dam olib keladi. Nasib, xudo xolasa. Siz endi blogersiz, hamkasbingiz ham chiqadi, real dunyo. Ana. Xudo xolasa. Real dunyo ham bor hurmatli obunachilar. Ha, yuring, yo'llarga ko'rsatuvni shunda davom ettiramizdan, xudo xolasa. Yo nasib. Sayohatlari, o'sha bir Demalardan mestalari ko'rsatib ham kelamiz. Uni izindən xudo xolasa ana demam olib kelamiz. Yanasi. Hem sayohat, hem ziyorat. Xudo xolasa. Aylanib qaytamiz. Aylanadigan istakimda bu vallah shu ekrandan qo'yib qo'yamiz. Ana endi yana bir narsa bo'lishi mumkin. Xotin qizlar ham, masalan, oilaviy chiqadiganlar bo'lsa, ular uchun bir addinni masalan iloji boricha shu xotin qizlari o'zlariga bir mashina etib, buni sharoit ham qilib bo'laman. Ehtiyoji shunga to'g'ri aytsam. 8 odamlik mashina bor, 10 odamlik mashina bor. Agar o'zlari bir mashina to'ldiraman degan bo'lsalar, aylanib kelaman degan bo'lsalar, uni yana skidga qilib berib bilaman. Ina obunachilar. Agar oila sababi hamma bir oila bo'lib chiqishi qiyin gap. Lekin bizlar obunachilar ichida bo'ladi-da unday narsa. Agar chiqadigan bo'lsa, bir mashina tutadigan bo'lsa, men 900 dan qilib beraman odam mashina. Ina obunachilar. Sizlar uchun Allah razı olsun bu yigitdan qo'lidan kelganicha hurmatli obunachilar aytdi, albatta bir mashina o'zlari oladigan bo'lsalar dedilar. E'tibor qilamiz. Qolgan ma'lumotni xudo xolasa Jasurbek o'zining telefon orqali bog'lanib, inshaalloh xudo xolasa gaplashaverasizlar. Bu narsa nima uchun 900 ming so'm? Ular bilan ishlash shansat bir komplekt bo'lgandan keyin. To'g'ri. Xudo xolasa.
aloqa chiqaradilar, xudo xolasa muammo yo'q. O'zingizni shaxsiy nomeringizni qo'ydingiz, aytdingiz abi. Mana shu sayohat uchun ajratilgan nomer. Shu nomerga telefon keldimi, mana shu sayohat uchun bo'ladi. Xorazm kanalidan telefon qiladilar xudo xolasa. Xorazm kanalini aytmayincha skidka yo'q lekin. Bo'ldi, tamom. Qatib turaramiz o'zlarimiz. Bo'ldi. Sababi o'zi arzon ahvol. Shuncha yirik 1 million. Allah razı olsun. Salomat bo'lasiz, sayohatda ko'rishingcha. Alınızı salomat olun, obunachilik ekranda qoldiramiz nomerlar.